Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videoda Urganch shahar 4-mikrorayonda, ya'ni Emia Dukan, bu yanimiz Avtodorojniy kollej, Narxoz universitet hamma shu yerda joylashgan. Shu yerda bir 4 qavatli yangi domimizni 4-qavatida 94 kvadrat 3 xonali kvartiramiz chiqqan sotib. Shuni videoda aytib beramiz. Ham eslatib o'tamiz, kimda mumkin ko'chmas mulkning natural birasini kvartirasini sotib olmoqchi bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga murojaat etaverasiz. Har ikkisiga ham yordam beramiz. Asal kvartiramizga yetish. Kvartiramıza yetip geldik. Kvartiramız görüp duranlarız ayak tileri pulun 100% laminat. Yerimizde şu cihazla getirdi bezvirleri kaladı üniyecesi bilen gelişeveresler. Girişimiz bu ne? Rakoynalarımız koyulgan çaylatıp giriş işlerimiz demir işlerimiz aslında koyulgan. Diğer tarafımız yine son üzerimiz buna hacetxonamız joylangan. Şimdi bir yerden hacetxonamız joylanışkan. Pulun 100% kafeyle urulgan. Registrlerin koyulgan, unitozların koyulgan. Yan tarafta son üzerimiz. Son üzerimizde yine Real firmasının yaxşı restoran koyulgan, vannalar koyulgan, depotalar, kafeler basılgan, çaylar. Даже nasoslarga koyup koyulgan ekan. Aynen aytib o'tganimizdan berimiz 3 xona, kvadratini aytib o'tdik, 94 kvadrat. Bu yanımızda oshxonamiz. Oshxonamizdan bu yerdan bir dana xonadonlik olaman dedi. Bitta judalarni olar ekan, kamera uголок, nelar qoladi ekan pulni. Kuxonli mebellar 100%. Gaz plita ham qoladi. Bir yan tarafımızda yine zalımız. Zalımız ham patologlarını tuzuyla bilen, çaylatıp, figuralar bilen, gipsoklarla bilen işlengen ekan. Berimizde bu mebellarni oladi ekan uy egasi. Bundan o geçişini alıp koyucu o'zi bilan maslahatlashib o'tasiz, savdolashaverasizlar. Perdalar osilgan ekan. Eshiklarimiz. Endi eshiklar ham qo'yilgan ekan. Yaxshisidan bu yan tarafda yana ikkinchi xonamiz, ya'ni spalnimiz. Berimiz однотонный remont, oyoq tiylarimiz 100% laminat etilgan. Meni chiroyli suratda bu yerdan shu getanaverjanni bazbirlari qoladi, bazbirlari yetadi dedi. Registrlarimiz yaxshidan qo'yilgan, aynalarimiz akfa. Bu aytib o'tganimiz yangi dom. Bu yerimiz ham uy egalari spalnat 2ga bo'lgan ekan. Bu yanimizda yine oyoq tiylar polniy laminat. Bo'ylab bosilgan, xalosinli bir divan olib tashlasanlar ham bo'ladi. Gipsa karton ekan bu. Notujoylar urilgan tayyorina. Oyoq tiylarimiz 100% laminat beradi. Bo'ylarim tayyor, ana perdalar ham osilgan. Endi konditsioner yetmesligini to'shib bilamiz. Egasi bilan savdo davomida gaplashamiz dedim. Agar shu videomiz kimda kim yoqqansa bir like bosib qo'yishni unutmanglar. Narx navolarini telefon bilan ekranga chiqarib qo'yamiz. Shu ekranda telefon nomerlari orqali qiziqaverasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.